Bismillahirrohmanirrohim. Hazrati Hoca Shohi Bahouddin Naqshband Buxoriy Uvaysi Quddisa sirri hazratlarining faoliyatiga bag'ishlangan Naqshbandiya tariqatida, Hojagon Naqshbandiya tariqatida tarixga munosabat mavzuida o'tkazilayotgan konferensiya kunlarida ibodatdir degan she'rni o'qib berish so'raldi qadrdonlarimiz tarafidan. Mana shu do'stlarimizning taklifiga muvofiq bu she'rni o'qib beramiz. Ibodatni yaratganga itoat ham ibodatdir. Ibodatni yaratganga itoat ham ibodatdir. Haqiqiy bandalik bilan sadoqat ham ibodatdir. Ibodatdir tiriklikni etalsang ma'rifat bog'i, mashaqqatli ilm san'at, qiroat ham ibodatdir. Onang birla otang qalbi o'tar Ka'ba tavofidan, alar ko'nglini shod etsang, shu xizmat ham ibodatdir. Umrni etmayin isrof, o'zingga ro'za vujuding sof, agar pok holda uxlarsen, shu rohat ham ibodatdir. Mudom Allohni zikr etsang, mudom Allohni zikr etsang, halol boriga shukr etsang, qiyomat kunni fikr etsang, tijorat ham ibodatdir. Butun borliq nabodat ham yaratganga etar tasbih. Bobo dehqon ekib yursa ziroat ham ibodatdir. Ibodatdir biror zolim jafokorga desang haq so'z va nodonga sukut qilsang, sukunat ham ibodatdir. Agar jufti halol bilan ko'ngil xushlik etar bo'lsang, falak shohid, malak hozir, bu suhbat ham ibodatdir. Bu islomdir. Butun umring ibodat holiga kelgay va ogohlik bilan o'tgan bu fursat ham ibodatdir. Tamal iymoni ixlosdir. Tamal iymoni ixlosdir. Bu qullik bandaga xosdir. Xudo deb qilganing har ish va niyat ham ibodatdir. Sevib mirzo faqat do'stlik bilan dillarni obod et. Agar Alloh uchun sevsang, muhabbat ham ibodatdir. Tashakkur.